Assalomu alaykum do'stlar. Bugun mana biz Istanbul aeroportidagi Duty Free'ga tashrif buyurdik. Reysdan qaytib Duty Free'ni aylanib samolyotga borgunimizgacha bo'lgan vaqtda Duty Free'ni sayohat qildik. Bu ham o'zimiz uchun kichkina bir sayohat desak ham bo'ladi. Chunki bu joyda juda ham turfa xil nozik ne'matlar, shirinliklar har xil Istanbul Turkiya madaniyatiga oid bo'lgan ko'pdan ko'p narsalar mavjud. Bunda narxlarini keladigan bo'lsak, bozorlaridan Istanbulni o'zidan olganingizdan ko'ra ancha qimmatroq, lekin juda ham ko'zni quvontiradigan darajada chiroyli narsalari bo'lgani uchun ko'plab turistlar Istanbul aeroportidan bunaqa narsalarni suvenirlarni o'z uchun esdalik bo'lib qoladigan mana shunaqa chiroyli narsalarni xarid qilishadi. Bu aeroport uchun ham ancha foyda keltiradi. Bilasizlarki, Istanbulga tashrif buyurish bo'yicha hozir turistlar oqimi birinchi o'rinda turibdi. Bu hozirda Parijdan ham o'tib ketdi. Ko'rishingiz mumkin, bu yerda turfa xil gilamlar, ko'zni quvontiradigan har xil idishlar, bezak uchun juda ham chiroyli ishlangan ekan. Ko'z tegmasin, mashalloh. Sizlar ham kelishinglarga umid qilamiz. Sizlarga ham taklif qilamiz. Juda ham chiroyli joylar. Kelib mana shunaqa chiroydan bahramand bo'lib, o'zinglar uchun ma'lumotlar yig'ib ketsanglar bo'ladi. Mana bu yerda krujkalar, suvenir uchun har xil turdagi suvenirlar bor va shirinlik deysizmi, uy esdaliklar, bunaqa ko'zmunchoqlar ayollarimiz juda ham ko'p qiziqishadi. Uylarga ilib qo'yishadi. Kostyum oddiy. Juda ham chiroyli. Juda ham nafis ishlangan. Hammalarni shu bizning tur orqali kelishini